Bu kun ham boshimizda bor ekan. Qaranglar, rosa harakat qildik. Jigarlarim, boya sizlarga aytgandek, mana o'zinglar ko'rib turibsizlar ahvolni. Iloji boricha harakat qildik. Sizlarga ham rahmat, boringlarga shukur. Bolamizni banklari o'g'lim ketdi. Ama yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Mana jigarlar, ko'rdinglar, holamiz yaxshi, xudo xolasa. Qilgan ehsoninglardan Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsa, ehsoninglarni jigarlar. Xolam chiroyli duolar qilibdi. Faqat sizlardan bitta iltimosimiz shu bankimiz blokirovka bo'lib qolibdi. Chunki o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar, 150 mingni tevasi yoki 160 mingni tevasiga blokirovka bo'lib qoladi. Shu narsa uchun iloji boricha Harakat qildik, iloji boricha ko'ryapsizlar. Banki yopilib qolgan sababidan sizlarga hozir o'zlarining qizini banki yopilib qoldi. O'zlarining bankini aytib bergani keldik. U qizini telefonida ham, hani o'l banki ham bor ekan, u yopilgan, agar hech narsa yo'q ekan. Kelinglar azizlarim, xudo xolasa bugun doktor Islom больницаga yotadi ekan. Agar men uyga kela olmayman, adliga chiqa olmayman desalar, bemalol doktor Islomga borib, o'zingizlar sharoitni, ahvolni ko'rib turib, o'zingizlar hisslarni, ehsonlarni qoldirib ketsanglar bo'ladi. Biz mana hozir yana tashrif buyurdik, inshaalloh. Xudo xolasa молодец, sizlar jigarlarim. Zo'r kurishdi, yana ozgina sizlardan yordam so'rab chiqyapmiz. sizlardan iltimos jigarlar. Shu videoda ham bundan oldingi videolarga o'xshab ko'pchilikka tarqatib beringlar. Mana xolamni o'zini oldiga keldik, o'zimiz chiqmadik, отдельно video qilmadik. Mana ikkomiz video qildik, mana shuni chiqaryapmiz yana qaytib. Xolamni oldiga ikkomiz keldik. Bemalol biz o'zimizning raqamimizni qo'ymayapmiz. Shu inson o'zini, qizinikini qo'ydik. Blokirovka bo'lganingizga iloji boricha o'zi nalichka bersanglar yaxshi deb o'ylayapmiz biz. Endi возможность yo'qlar bor. Единица qilib yuboringlar. Bo'lmasam hozir o'zlarini nomiga ochilgan banklarini aytib beramiz, hozir yozib olasizlar. Xolajonim o'zini bankini yozib olinglar. 0223 bilan 300039 ekan. Qaytaraman, 0223 bilan 300039 ekan. Nasiba K deb chiqar ekan. Xolamni o'ziniki mana shu telefon ham qilaveringlar. Qizini Megacom nomeri bor ekan. Musofirlik akalarim yedinchi qilib sotsanglar tusha oladi. Endi keyin 10 nomer bor ekan. Qizini kecha ham aytilgan, kechagi videomizda ham 0755 bilan 041188 qaytaraman, 0755 bilan 041188 Saida K deb chiqadi, o'zini qizlari bo'ladi bu opamizni. Azizlar, kelinglar, iloji bo'lsa 10 so'm, 5 so'm, 100 so'm so'raylar, o deb chiqar ekan. U tarqatib beringlar. Juda ko'pchiligiga yetib borsin. Butun planeta ikkitaga ketib qolish kerak bu videomiz azizlar. Hammalarga rahmat jigarlar, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsoninglarni Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Shu onajonimizni duolarini avvalaylik hammamiz. Onasi borlar ham, onasi yo'qlar ham. Bergan ehsonlaringlarni Alloh o'zi dargohida qabul qilsin. Mushkullarni oson qilsin. Amin. Bundan oldingi videolarda chiqarganimizda xolajonimizni banklarini, opamiz banklarini qo'ydik. Opamiz banklari ham xudo xolasa inshaalloh ashi bank faqat bitta inding ochilib qolar ekan. Unga davr bolalar istab qolayotgani uchun shu nomerlarni aytdik biz. Hozir adreslari keladigan bo'lsak, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, asha hammanglar bilgan 10 adres bo'lyapti. 10 adresga chiqib kelyapti. Pochtaga yetmasa Sariq Astanovkadan shunday o'ngga burilasizlar. Ko'chamizning nomi Yandex bilan chiqaman desanglar, Jambilskaya 45 deb o'zingizlar kelib ko'zinglar bilan beraman desanglar, uyi shu Sariq Astanovka 10 adres. kelinglar jigarlar, yordam qo'linglarda aminlar.